Qandaysizlar? Holatlaringiz yaxshimi, qizlar? Xayrli kech barchaga. Tak. Ovozim yaxshimi? Meni bitta aytib yuboringlar. Ovoz to'g'rilab olaylik. Past yoki uzilib. Ovozim uzilib qolmaganmi? Aytib yuboringlarda. Assalomu alaykum. Ovoz yo'q. Assalomu alaykum. Ovoz yaxshi, demak. Ovoz yaxshi yo'q. Aha, rahmat. Tak. Qandaysizlar? Holatlaringiz qanday? Yaxshimisizlar? Xo'p, savollaringiz bo'lsa berib turinglar. 2-3 daqiqa savollar qilamizda, keyin bugungi kursimizni boshlaymiz. Kursimiz pul qonunlari kursi. Mana shu kursni birinchi darsini ochiq formatda beramiz. Xo'p. Endi bor savollar. Yozinglar qizlarjonlar. Savollar bo'lsa yozinglar bemalol. Javob berishga tayyorman va kursim haqida ma'lumot berib o'tsam. Demak, pul qonunlari kursi 3 ta bosqichdan iborat. 3 ta bosqichdan iborat. Bular qanday bosqichlar? Xo'p, birinchi bizlar avvalo mana umuman nima holatga o'tish uchun ham bir holatdan ikkinchi holatga o'tish uchun eng avvalo tozalanib olishimiz kerak, poklanib olishimiz kerak bo'ladida. Ya'ni bu tana darajasida, bu ong darajasida bo'lishi mumkin poklanish, tozalanishi. Deylik, misol uchun siz uyingizga yangi mebel olmoqchisiz, yangi mebel olib kirdingiz. Endi o'sha eski mebelingizni chiqarib tashlashingiz kerak bo'ladi-da. Siz xonangizda turgan eski mebelni chiqarib tashlasangiz, yangi mebelga joy ajratiladi. Yoki gilam, eski gilamingizni chiqarib tashlasangiz, hayotingizga haligi olgan nimangiz bor-ku, yangi olgan gilamingiz. O'shani to'shay olasiz, to'g'rimi? Endi xuddi bizlarning ongimiz ham xuddi shunday. Hayotdagi, misol tug'ilganimizdan boshlab kimdir hozir bu joyda 25 yosh, kimdir 30 yosh, kimdir 40-50 yosh va hokazo. Demak, ana shu yoshgacha yig'ilgan barcha bosim, stress, qo'rquv, xavotir, depressiya, haddan ortiq mas'uliyat, xafagarchiliklar, aybdorliklar, bulardan hammasi umuman bizga destruktiv dasturlar ta'sir qiladi. Ana shu destruktiv dasturlardan birinchi navbatda biz tozalanib olamiz. Kursimizni birinchi bosqichi tozalanish bosqichi hisoblanadi. Tak, men sizlarga hozir tashlab beraman. Endi nimadan tozalanish kerak? O'sha ong ostimizda bizlarni xuddi raskopka bo'ladi-ku, mana raskopkaga kim qatnashib ko'rgan bo'lsa, o'sha raskopkaga qatnashganda mana shunday darslarimiz davom etadi. Ya'ni bizda ong ostimizda qanaqa fikrlar yig'ilgan, pul haqida yoki o'zimizga nisbatan ana shu dasturlarni birinchi bo'lib tozalash bosqichi hisoblanadi. Endi nima uchun tozalash kerak? Har doim aytaman, biror bir narsani, eski narsani tashlab yubormasdan turib hayotimizga yangi narsa kirib kelmaydi. Bizning ongimiz bo'shashi kerak, yangi narsa kirib kelishi uchun, yangi narsaga joy ochilishi kerak. Shuning uchun ham birinchi navbatda tozalanish va poklanish amalga oshiriladi. Xo'p, bularni ketma-ket davomida, kursimiz davomida
tozalash ishlari amalga oshiriladi. Qanday tozalash bo'ladi deb savol beradigan bo'lsangiz, misol uchun mana bizlarga pul keltirmayotgan quyidagi bloklarni men sanab o'taman. Ya'ni o'sha kurs davomida sizlar o'zingizdagi bloklarni ham anglab olasizlar yoki men bu joyda mana bunaqa bo'lyapti mana bular deb savollar ham berishinglar mumkin va o'sha bilan ishlar bilan birgalikda kiritiladi. Endi misol uchun aybdorlik hissi degan programma bor bizda. Aybdorlik hissi. Bu ham o'sha bolalikdan kelib chiqadi. Ko'p narsamiz bizning hayotimizda yoshligimizga, bolaligimizga borib taqaladi. Bu qanday tarzda bo'ladi? Mana. Misol yoshligingizda siz biror narsani sindirib qo'ygansiz yoki bo'lmasam qilmagansiz. Bunda bizga ota-onamiz nima qilgan? O'sha baqirib bergan, urishib bergan, to'g'rimi? Baqirib bergan, urishib bergan. Maktabda dars tayyorlamaganimiz uchun o'qituvchimiz urishib bergan. Yoki u bu joylarni tozalab qo'ymaganimiz uchun yoki ukamizga qaramaganimiz uchun urishib bergan. Sen aybdorsan degan programma miyamizda, ong ostimizda shakllanib qoladi bu paytda. Ya'ni qilmagansan dursa har doim inson ongida nima shakllanadi? Ha, men aybdor ekanman degan programma shakllanib qoladi. Endi masalan yoki bo'lmasam bitta o'rtog'ingiz bilan urushib kelgansiz, o'rtog'ingiz bilan urishsangiz ham misol sizga urishib o'sha o'rtog'ingizni tarafini olgan bo'lishi mumkin. Bunda ham insonda kuchli aybdorlik hissi paydo bo'ladi. Oddiygina bolangiz yoshlikdan yiqilib tushsa ham ko'zingga qarab yurmaysanmi, tor yo'lda ham yiqilding, tekis yo'lda ham yiqilding dedikmi, bunda ham o'sha bolada aybdorlik hissi paydo bo'ladi. Men aybdor ekanman, men yomon ekanman, men qilib bilmas ekanman degan programma shakllanadi. Ya'ni miyada ong ostida avtomatik shakllanaveradi, u bizdan so'rab o'tirmaydi. Ya'ni biz qanaqa gap gapirishimizdan qat'iy nazar, qanaqa so'z aytishimizdan qat'iy nazar hayotimizda o'sha fikr yoki destruktiv tarzda ishlaydi yoki konstruktiv tarzda ishlaydi. Xo'p, endi keraksizlik programmasi bor. Keraksizlik programmasi degani, masalan, bu shartliliklar asosida yuzaga keladigan programma hisoblanadi. Bu ham ong ostini destruktiv dasturi. Endi mana aybdorlik haqida yana bir narsani esimdan chiqaray debman. Aybdorlik hissida inson o'zini qanaqa tutadi? Har doim katta bo'lgandan keyin ham bu ong ostida bu dastur ishlab turgandan keyin aytadi, "Ha, men aybdor ekanman, bu narsaga ham men aybdor ekanman" deydi va inson og'irlashib qoladi o'shani natijasida. Hamma narsaga o'zini aybdor his qilaveradi. Misol uchun qo'shnisini borib ko'ra olmasa ham o'zini aybdor his qiladi. Ovqatni kech pishsa ham o'zini aybdor qiladi. Men aybdorman, men yomonman, men o'lib ketaydi deb o'zini yo'qotishdan qilishga tushib boshlaydi. Tak, endi keraksizlik degan dastur bor. Keraksizlik dasturi qanday ishlaydi? Masalan, shart qo'yiladi bolaligimizda, mana shunaqa shart qo'yiladi. Agar meni qizim bo'lmoqchi bo'lsa yoki men farzandim bo'lmoqchi bo'lsang, men bu ishlarni qilasan yoki men seni falonchiga berib yuboraman degan gaplar ko'p aytiladi. Yoki bo'lmasam keraksizlik dasturi qanday ishlaydi? Har doim shartlar asosida qilinadi. Buni bajarsang, senga kiyim olib beraman, buni bajarsang, senga magazinga olib boraman deb. Demak, nima qiladi? Bunda ong ostida shunaqa programma shakllanadiki, ha, men biror narsa qilib bersam, kimgadir kerak ekanman. Men kimgadir biror narsa qilib bergan paytimda men odamlarga kerak ekanman degan dastur shakllanib qoladi. Endi keraksizlik dasturi mana kimdandir qattiq gap eshitgan paytida yoki kim bilandir urush chiqqan paytda, oiladami, ko'chadami farqi yo'q. Bu men hech kimga kerak emas ekanman deb keraksizlik dasturi ishlab turgani uchun o'zini o'ldirishgacha boradi va bu ham destruktiv programma hisoblanadi. Bu bilan ham ishlanmasa, inson o'zini doim hammadan xafa bo'lib, men hech kimga
man hech kimga kerak emas ekanman deb yashagandan keyin ichki energiyasini sug'urib o'g'irlab bo'ladi. Tushunarli bo'lyapti? Endi haddan ortiq mas'uliyat degan tushuncha bor yana. Misol kimdir yoshligida katta farzand bo'lgan bo'lishi mumkin yoki kichkina farzand bo'lsa ham doimiy ravishda o'sha onasini yoki bo'lmasam otasini yonida hamma mas'uliyatni bir o'zi olib yashagan bo'lishi mumkin. Yoshligidanda bitta o'ziga kichkina bo'lsa ham o'ziga katta ishlar berilgan bo'lishi mumkin. Ko'p